rahmat. Yaxshi o'ynayapsiz. Botir aka Achiqo'sh komandasini muxlislari, obunachilari, biz Botir aka bilan har yakshanba mana shunaqa joylarda ko'rishamiz. Ya'ni bu dacha emas, yo boshqa emas, lekin shu bu hayotimiz yakun topgandan keyin boqi yotadigan qabristondamiz. Shu qabristonni bugun yana keyingisini obod qildik. Albatta bu ishlarimizda har doimdaqa hamma o'z qo'lidan kelgan narsasi bilan hissa qo'shadi. Kim ilmi bilan, kim bilimi bilan, kim kuchi bilan, kim mana shunaqa shirin-shirin ovqatlari bilan. Botir akam ovqatlari Abdushevga eng zo'rlaridan bugun zavtrikka tovuq bilan kartoshkani shunaqa pishirib berdilarki, tovuq borku shu tarelkadan yurib chiqib ketaman dedi. Shu darajada ajoyib bo'ldi. Sizga rahmat. Savob ishlarimizni jamoalari bilan aka sizga ham rahmat. Bular biz bilan bo'lishdi. Bular nafaqat ovqat pishirib berishdi, balki biz bilan birga o'tlarni ham urishdi, mashinaga ham urishdi. Kechgacha biz bilan birga bo'lishdi. Safimizga qo'shilinglar, o'zlarini mahallarda, qabristonlarga befarq bo'lmanglar. Bizning yaxshi tomonlarimizni olinglar. Yomon tomonlarimizni olmanglar. Bir narsa javob berib olamiz. Ha, Botir. Ikkalamizdan fayz emasmiz. San'atga bular ham borgan, men ham borganman. Sizga ham rahmat. Sababchi bo'ldi shunaqa yaxshi ishlarga, ko'p bunaqa ishlarga sababchi bo'ldi. Rahmat kattakon. Qo'llab-quvvatlab qo'yinglar Botir aka, Achiqo'sh Nuradin. Oshxonalariga, choyxonalariga Allohim baraka bersin.